Tashqi tarafdagi varikozni-ku maylifli bo'lakka borasizlar, lazer bilan yoki qanaqadir ukollar bilan to'g'rilab berar. Lekin agarda bu bachadonning ichidagi varikoz bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Unda ichki tarafdagi organlarni qisilishi hisobiga bo'ladi. Deylik, mana bu rasmda sog'lom, mana nerv tolalari sariq rangda, ko'k va qizil vena va arteriya tomirlarimiz deydigan bo'lsak, mana shu joyda qayerdadir qisilish bo'ladi. Qisilish sababi ko'proq perikoz tazi bo'ladi. Ya'ni tos suyagining qiyshayib qolishidan bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu rasmda ham bor, mana tazi qiyshayib qolyapti. Mana qarang, mana sog'lomida taz to'g'ri turibdi, bunda qiyshayib qolgan. Qiyshayganning hisobiga mana bu yerdan kelgan tomirlarimiz qisilib qoladi. Mana bu yerda misol uchun tomir kelyapti, qisilib qolish natijasida o'sha qisilgan joyimizda ko'proq varikoz bo'lishi boshlaydi.